Do'stlar, assalomu alaykum. Ko'rib turganingizdek, orqamdagi vagon Erondan keldi. Fasad uchun Eron g'ishlarimiz keldi. Ko'pchilik bizlardan so'rayotganda, oraga ozgina uzilish bo'lib qolgandi, lekin mana yana kirib keldi shu g'ishlarimiz. Xo'p, g'ishlar haqida to'liq ma'lumot beraman. Videoga bitta laykni bosib qo'ying. Kanalga obuna bo'lib qo'ysalaringiz agar to'liq informatsiyalarni berib ko'ramiz. Xo'p, do'stlar, g'ishlarimiz haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, g'ishtimizning balandligi 5,5 bo'ladi, uzunligi 20 bo'ladi, qalinligi 2 sm. Buni fasadga kafenli kley bilan teradilar. Qolgan videolarimizni ko'rgan bo'lsangiz agar, terib orqasini rastorzalyovat qiladi. Bu g'ishimizning 1 kvadratiga 85 dona ketadi. Hozirgi kundagi narxi 1700 so'm. Agar ob'yomimiz kattaroq bo'lsa, yana kelishtirib beramiz. Xo'p, korobkamizda bo'ladi. Mana shunaqa korobkalarda mana ko'rib turganingizdek, Eron yozuvlari bor hammasi. Mana shunaqa original. Hech qanaqa padelkasi yo'q buni. Mana shu orqasini ham ko'rsataman. Mana orqasini Eron yozuvlari ham bor. Ko'rib turganingizdek, mana shunaqa vagonga keladi. Vagondan keyin skladlarga joylashtiramiz. Keyin skladdan O'zbekistonning Luboy qaysi viloyatiga aytsangiz agar jo'nataveramiz. Xo'p, hozirgi kundagi narxini aytdim. Bundan tashqari buni uglovoy elementlari ham bor. Uglovoy elementi narigi vagonga joylashgan. Uni ham sizlarga videosini ko'rsatamiz. Uglovoy elementimizning bir pagonometriga 18 dona ketadi. Korobkasiga 40 ta bo'ladi azizlar. Xo'p, hozirgi kunda g'ishimizni ustolar har xil teryapti. 180 mingdan 200 minggacha kvadratini teryapti. Общий usto puli mana bunaqa g'ish rasxodlari bilan sizlarga 400 mingdan sal ziyodroqqa menimcha tushadi. Kimga mana shunaqa fasad uchun mana shunaqa Eron g'ishlari kerak bo'lsa, albatta Brick House'ga murojaat qilsalaringiz agar O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Faqat yetkazib berish alohida bo'ladi. Sizlarning boshqa viloyatlardan bo'lsangiz agar, bizlar Samarqandga joylashganmiz. Shu boshqa viloyatlardan mashin topib beramiz. Shofer bilan kelishgan holatda kelishasiz, bizlar yuklab yuboramiz. Xohlasangiz shoferdan pulni berib yuborasiz, xohlasangiz karta qilasiz, xohlasangiz перестен qilasiz, farqi yo'q. To'lov usulga farq qilmaydi. G'ishlarga polni mana shunaqa garantiya, sap-sariq juda ham fasadlaringizga chiroyli chiqadi. Buni videoni esa fasad qilmoqchi bo'lgan do'stlaringizga tashlab qo'ysangiz agar, mana shu Eron g'ishlardan fasad qilsalar agar juda ham chiroyli chiqadi. Do'stlar, tanlovga ajrasmanglar. Brick House'ga murojaat qilsangiz agar, polni mana shunaqa ne только Eron g'ishda, bizlarga Turkman, Rossiya, Qirg'iz boshqa g'ishlar ham bor. Pastga raqamlar qo'yaman, o'sha raqamlar orqali bemalol bog'lansangiz bo'ladi. Pastdagi raqamlarga Telegram, WhatsApp'imiz ham bor. Agar uzoq safarda bo'lsangiz agar, mana shu Telegram, WhatsApp orqali ham bog'lansangiz agar, SMS'larga javob beramiz, rasmlarini tashlab beramiz, kvadratlaringizni aytsangiz agar hisoblab beramiz. Ma'qul bo'lsa, olaman desangiz agar jo'nataveramiz. Videoga bitta like bosib qo'yish esdan chiqmasin.